Mahallani obodonchiligiga qarash. Somsaxonaga so'z qilaman uni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yo'qotib qo'ygan pomidoring. Bu sizlarmidi? Ha, yo'qotsa televideniyaga chiqib vahima qilasan, jar solasan. Qishloqni sharmanda qilding, sen to'y. Ha, qayoqqa rais bu? Yangi mahallani tekshirib kelay. Va bo'lag'anglar, rais bu kelib, hamma tomon qorabini chiqara qoldi. O'zingni jigarada keldi, o'ldi. Rais bu qishlamizga xush kelibsiz. Qo'yag'i daryani bo'yiga nima qilib kelding? Mana siz kelishingiz munosabat bilan suv sport turini yo'lga qo'ydik. Hozir sizga o'lga it baliq raqsini namoyish etadi. Endi boshlanadi qara. Bolalar начинаем приготовились. И Voh, qarang, ustozlar. Siz shuna qarang, bejrim muhitdan mingron chiqarib berasiz işte. Darmayat u cho'kyapti. Chiqar bolalarni suvdan kelajagini o'ldirib. Rais bu men qishloqda tutqatar jag'alar pol Amerika, Kaliforniya daraxtlarini ekib qo'ydik mana. Yashnab gullab turib qarang. Ona, nima rais bu men bilan aytdim, skoch ishlamaydi desam, yo'q, do'stlarini ishlaydi. Mana ahvol endi. Sen men kelishimga ro'p bizim mahallada bakateriyalarni olib kelib suqib qo'ydingmi? Hozir to'nga qamab uraman. Rais bu qo'ltig'i usasida, voy! Rais bu mahallamiz eng oldi tadbirkori. Loyihasi bor. Bitta eshitib ko'ring. Rais bu asfalt qalay, asfalt. O ayoqlarim maza qilyapti. Mehnat qildik, mehnat. Gap yo'q. Televideniyada kelishgan uni intervyu bering. Rais bu mana mahallaga asfaltlar yotqizildi. Buni sababi nimada? Endi mahallani chiroyli bo'lishiga sabab mana shu asfaltga ajratilgan pulni to'ch asfaltga ishlatganda chiroyliligini salapanmi? Salapan, rais bu salapan. O'zingiz jinniga so'mab pulini yarmini o'zingiz moshina oldingiz, qizingizni chiqardingiz, o'g'lingizni uylandingiz. Mahallada hammaga shapalaq qilasiz. Uyda xotindan qo'rqasiz, bilmaydi, o'ylaysizmi? Bunday qildingiz-ku, Ye, shallaqigina.